Assalomu alaykum, baxtli musofirlar. Telegram kanalini barcha musofirdan kuzatib turgan aziz obunachilar, aka-ukalar, avvalambor ishonch uchun kattakon rahmat. Bugun 23-may 2025-yil moshin topshirish jarayonidamiz. 4 ta Cobalt ishtirokidagi o'yinimizdan aka-ukalarimiz kelgan. Buxorodan, Qashqadaryodan, Surxondaryodan. Birinchi hozir surxondaryolik akamizga topshiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysiz, aka? Zo'rmisiz? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Qayerdan Zo'rman. keldingiz? Men Surxondaryo viloyati Sherobod tuman Laylagan qishlog'idan keldim. Kim yutib olgan mashinani? O'g'lim yutib olgan. O'g'lingizga nima deysiz ko'rib turgan bo'lsa? O'g'limga rahmat kattaxon. Menga padarka qildi o'g'lim. Ishlariga doim omad, Vohidjon ismi Sarayev. Sizning ismingiz nima, aka? Mening ismim Shafaqat, Mamatxolov Shafaqat. Mamatxolov Shafaqat. Mana shot spravka, mana bu kalit. 0 probeg mashina. Mana bu haqiqat ekan. O'ynanglar, обязательно yutasizlar. Baxtli mana musofirlar обязательно yutasizlar. Mana o'g'lim yutdi. Mana haqiqat bor ekan, haqiqat ekan mana shu. Surxondaryoga borib bitta video tayyorlab berasiz. Bo'ldi. Mana Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, qayerdan tashrif buyurdingiz? Buxoro viloyati Kogon shaharidan keldik. Mashinani kim yutib olgan? Xo'jayinimlar Xurshidjon yutib oldi. Baxtli musofirlar o'yinidan o'ynab. Shot spravka manaki 0 probeg, kalitlari qo'lingizda turibdi. Mana avtosalondan ayolimga sovg'a dedi, yaxshi niyat qilgan ekan. Mashina yaxshi kunlaringizga minib yuring. Rahmat. Endi ko'cha-kuyda buni ko'rib ayollar janjal qilmasa bo'ldi. Nimaga bizga sovg'a? Mayli, hamma xo'jayinlar ham, ayollari ham sovg'a qilishsin. Ishoninglar, bu o'yin haqiqat ekan. Baxtli musofirlar o'yinini o'ynanglar. Nasib bo'lsa sizlar ham yutasizlar. Men ishonaman. Men ishondim. Siz kim bo'lasiz? Qaynsingllarim. Qaynsinglingiz bo'lasiz. Mana aytgan edik, shot spravka 0 probeg deb siz o'zingiz mashinaga tushunasiz ekan. Ko'rdingizmi mashinani? Hammasi rab. Aytgandaymi? Xuddi shunday. Zo'r. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman Mustaqilobod qishlog'idan keldim men. Mashinani kim yutib olgan? O'g'lim Islom Nodirjon yutib olgan. Nimaga bu xafasiz? Xafa emas. Xursandmisiz? Xursandman albatta. Rahmat o'g'lim. Mana shot spravka. Kalitlari mana qo'lingizda turibdi. Ism familiyangiz nima? Olim Husan. Olimov Husan. Tabriklaymiz mashina bilan. O'g'lingiz aytdiki, dadam tug'ilgan kuni dedi. Qachon tug'ilgan kuningiz? Ertadan keyin 25-may kuni tug'ilgan kun. Tabriklaymiz amaki. Yaxshi kunlaringizga ming. Siz kim bo'lasiz? Akasi bo'laman. Mashina yutib olgan bolani akasi bo'lasiz. Birga kelgansiz. Birga kelganman. Qashqadaryoga borib bitta video tayyorlab berasiz. O'yin haqida. O'yin haqiqat rost. O'ynanglar, yutasizlar albatta. Hamma nasib qilsa, bundan ham yaxshilari. Rahmat musofirlarga. Aka-ukalar, biz mashina topshirish jarayonidamiz. Mana mashinalarni egalariga topshirdik. Yanagi marta mana shu insonlarning o'rniga sizlar bo'lishlaringiz ham mumkin. Musofirda yurgan aka-ukalar, bugun mana Cobaltlarni topshirdik. Navbatdagi o'yinimizda 2 ta Cobalt, 2 ta Damas ishtirokidagi o'yin. Hamma tayyor bo'lsa, ma'lumotlarni Telegram kanalimizda beramiz. Xuddi shunday qilib 2025-yil avtosalondan kelib minib ketasizlar. Endi qayerda ближайший zapravka bor, shu qayerdaymiz?